nimani berib ketyaptilar deymi? Shu massaj markazi ochganimdan keyin Nazokat opa bilan birgalikda har yili nechta chaqaloq tug'ilayotganini bilib hisob-kitob qilib yuribman, chunki kelayotgan bolachalardan bu yil tug'ilish ko'p bo'lyapti. Sababi odam ustiga odam bo'lib yotibdi. Filial ko'p bilasiz, lekin hamma filialda ko'z tegmasin. Klientlarimiz, mijozlarimiz bor va ular davolni. Xullas, nima ham deyishim mumkin? Hamkorlardan bittasiman, demak, zo'r. Men endi tug'sam, xudo xolisa boraman. Oyog'i qiyshiq. Men Maryam qizimga 4 yil, hali 5 yil bo'lmadi. 4 yil oldin chaqaloqligida Qoratoshdagi filialingizga borganman. Birinchi ochgan. O'zlari unda qilardilar, endi hozir bo'shamayaptilar shekil. O'shanda o'z qo'llari bilan shunaqa zo'r massaj qilib berganlar. Oyoqlari mana bunaqa edi, esingizda bo'lsa, ikkita yonga, O-образный deyiladi. Zo'r natija bo'lgan. Bitta kurs massaji o'zida. O'shandan keyin даже massajga ham hojat bo'lmadi. Hozir Maryam уже 5 yosh bo'ladi. Bir chiroyli yuribdi. Yana boramiz.